Assalamu alaikum. Noqat qarşı metot kanalına katılışlar. Bugün günü 15 noyabr 2022 yıldağı kurslar mesleği tanıştırarız. Noqat çıkardan qancha olub qoldi ekan. Şol yerden ma'lumot olasiz. Hozir birinchi Aziya Bankka keldi. Aziya Bankda qancha ekan? Şol yerden ko'ramiz. Ma'lumotlarga biz hozir birinchi Aziya Bankka keldik. 83 so'm 50 dollar, 87 so'm euro, 1 so'm 38,5 tiyin rubl ekan. Ma'lumotlarga rubl ko'tarilib qolibdi. Ko'tarilaversin demoqchimiz. Hozir boshqa bankda boshqa banklarda qanday ekan şol yerdan ko'rishamiz. Ma'lumotlar Bayçın Bank'a geldik. Bayçın Bank'ta 83 so'm 50 dollar, 86 so'm 50 euro, 1 so'm 38 6 ekan, 1.1386 ekan. Bunlar şu yerden almışsın hazır olur ekan. Az başka banklar var, başka banklarda qanday ekan şu yerden ko'rishamiz. Adminkalar ko'rsatmasini adminkalardan ko'rsatdim. Buni 1 so'm 13 1 so'm 37 tiyin ekan. Ha qozoq pul bo'lsa Kazak pulu olsa 75 tiyin, Özbek sonu 75 tiyin. Yok tuğanlar. Ulmat tuğanlar hazır biz Ekoslan Bank'a geldik. Ekoslan Bank'ta 84 so'm dollar, 86 so'm 50 tiyin euro. Bu yerde de 13 82 ekan bu yerde rublch. Ulmat tuğanlar biz hazır Finka Bank'a geldik. Finka Bank'ta 83 so'm 50 tiyin dollar, 87 so'm euro, 1 so'm 38,5 tiyin rubl ekan. Hurmatli tuğanlar, bu yerda da rubl ko'tarilib qolibdi. Hurmatli tuğanlar, shunday Noqat Qo'shma metot kanali sizlar bilan qo'shiladi. Hurmatli tuğanlar, rubl ko'tarilib qolibdi. Tushuncha beringizlar. Baringizlarga tinchlik, omonchilik qo'yamiz. Bor bo'lingizlar, omon bo'lingizlar. Noqat Qo'shma metot kanali qanday sizlarning xizmatingizda. Ko'rishga tinch bo'lingizlar, omon bo'lingizlar. Assalomu alaykum demoqchimiz.